Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana navbatdagi dubayskiy fasonimizdan tayyor bo'ldi. Inshaalloh o'z egalariga, uylariga o'rnatishga tayyor. Mana nima deyapti bu darvoza? Briskilarni qaranglar. Bularning hammasining eng katta kuchli ta'sir kuchi mana bu 646 toza rasvoriy tilimizda. Chunki bu 646 toza rasvoriy tilimiz yog'ni 100% deyarli oladi. Press urganda list o'zidagi yog'ni ola olmaydi. Qolgan joyini oldi orqasini yuvib olinadi. Ertaga orqa oldini video syomka qilib tashlaymiz uni ham. O'rnatilgandan keyin mana hamma joyda bliskilari bor mana. Oddiygina qo'limni yurishini ham, telefonimni ham ko'rinyapti. Mana shu holatda o'rnaydi mana. Mana hamma yoqda bliskilari o'ta chiroyli va o'ta akkuratli qilib ishlangan. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa 97 335 35 45 88 035 35 95. Usta bunga ham bliskisi bormi degan bo'lsalar mana oddiy bonolar ham mana 1.8 qalinlikda bo'lgan, bu ham 1.8 da bo'lgan. Kecha obrazesini qilib video syomka qilganmiz ham. Bunisi esa kirib chiqish eshigi kichkinasi, kalitkasi mana. Endi xudo xolasa mana bu joyga ruchkalarni qotirsak, ya'ni nijdinkasini qo'yib qo'ysak bo'ldi. Ular ham nijdinga o'xshatqizib iltiroq qilib qo'yilgan. Mana glasniy svet. Kimgadir bundan 5-10 daqiqa video tashaldi. Matviniy holatda, kimgadir glasniy holatda mana. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka hammasi ichida qilib o'rnatib beramiz. Bularning hammasi 650 ming so'mdan 2,5 milliongacha, bunaqa shtapovka variantda bo'lsa 650 ming so'mdan qilib beraman O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga. Hop, buni korobka yondoriga keladigan bo'lsa, mana yondori shivillar, fonni mana shivillarga ketgan. Bunisi ham mana shivillar. Hop, bunisi keladigan bo'lsa, bu Toshkent viloyati Angrenga o'rnaydigan darvozamiz mana. Navbatdagi darvozamiz mana ustiga chiqib ko'rsatyapman mana. Endi nimaga ustiga chiqib ko'rsatyapsan degan ko'pchilik kommentariyaga yozishyapti. Chunki birorta qo'shniskilarida urganda mana ovozi. Urganda ko'chib ketmasligi sababli. Hozir mana ko'rib turganlaringdek hali hech qayerga yerga tegizganim yo'q. Hop. Mana endi tagi qismida hech narsa yo'q, ko'tarib turibdi listi deydigan bo'lsalar. Mana tashavorlik ham, lekin mana ustiga chiqib ham ko'rsatyapmiz. Shularning kvadrat metrini 650 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka hammasi ichida qilib beramiz. Hop, bunga keladigan bo'lsa, ma'lumotga keladigan bo'lsa, hop. Mana bu oshmosh shanner tarafdagi 1,5 stena, 1,7 stena bo'ladi. Yondorlari 8 ga 6, xolisalang shivillar, xolisalang 8, xolisalang 10 ga. Farqi yo'q. Bu qolgan ichki to'qima profillari esa 1.3 bo'ladi. Oshmoshdan kalitkanlik tomoniga ham ikkalasi ham 1.7 1.5 stenadan qalinlikda bo'ladi. Orqa qismlari mana shunday holatda turadi. Mana bitta tepadan bekitasizlar, bitta pastdan bekitasizlar. O'rtada sentrli narsaga unga garantiyamiz yo'q, chunki u shessi grant bo'ladi. Aqabaga kirib chiqayotganda tili ilmay qolsa, biz unga garantiya bera olmaymiz. Shuning uchun shunaqa narsa qilamiz. Hurmatli klientlar, mana shu holatda, chornoy holatida Toshkent voha-pohalardan bo'linadigan bo'lsalar, klientlar, mana shu holatda video syomka qilamiz. Keyin xohlagan svetlaringni tanlab aytishlaring mumkin. Bunga keladigan bo'lsa, mana glasniy svetlar ham bor, blisknisi ham bor. Farqi yo'q. Bularni ham kvadrat metrini 650 ming so'mdan qilib beryapman. Buniki ham, bularniki leflonga list. Bularning kvadrat metri 900 ming so'mdan dastavka, ustanovka hammasi ichida qilib 1.3 dan bo'lgan. Nejdimga yopishtirib beriladi, обязательно. Xohlovchilarga mana narsa to'qima qo'shiladi bu yoqda. Endi buning kvadrat metri 1.3 million so'mdan 2 qavatli variant O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka hammasi ichida qilib beraman. Ularni maqtash shart emas. Ikkala qavatdan 1.8, profillar 1.7, yonlari 10 o'r, 2,5 stena bo'lgan.
qanaqadir daraxtli holatida kerak, kimgadir mana bunaqa nejdivinkali holatda kerak. Endi bu yerda 3 tali daraxt yo'l yurish kerak edi. Biz esa nejdivinka qilganmiz. Yangilik kiritgan.